Assalomu alaykum. Iqtidor biologiyasini demak ikkinchi qismini boshlaymiz Denka bilan. Sizlar bilan 1 dan 30 gacha ko'rgandim. Endi davomini ko'raman. Aytdim. Demak, sizlar to'g'ridan-to'g'ri Denkaning uzunligini 0,17 ga bo'lsalaring, to'g'ridan-to'g'ri sizlarga Denkaning ikki zanjiri bo'yicha nukleotlar kelib chiqadi 1800. Mana. Xo'p, Denkaning birinchi, ikkinchi zanjir demayaptimi? Qisqa formula bor. Adenin, guanin, timin, sitozin. Mana shu qisqa formulani yozib olasizlar, chizib olasizlar. Xo'p, nima deyapti? S 20% deyapti. 20% mi? Bu ikkalasi 50% bo'lishi kerakmi? Bu 30% bo'ladi. Endi vodorod bog'ini toping deyapti. Bizda formula bor. Denka plus guanin vodorod bog'ini beradi. Denkamiz hamisha 1 deb olamiz. Unga plus guanin necha bo'ladi? Guanin 20 bo'ladi. Buni 0,2 deb olamiz. Barobar 1,2 bo'ladi. Demak, denkamiz 1800. 1800 ko'paytirilgan 1,2. Shunda 2160 chiqadi. Mana. Yoki mana uni sizlar xohlasalaring 100 plus 20 barobar 120 bo'ladi. 1800 bu 100 da bo'ladigan bo'lsa, 120 da x qilsalaring, yana 2160 chiqadi. Hech farqi yo'q. Endi sizlar men hozir bunga boshqa qaytarib o'tirmayman. Buni tushunmaslikdan iloji yo'q. 1 ni men 100 ni men 1 qilib oldim, 20 ni men 0,2 qilib oldim. Endi qaytmayman. Endi tezlashaman. Buni boshqa tushunmaslikda iloji yo'q. Hammasini mana to'g'ri aytib qo'yibman mana. Bo'ldi. Men hozir mana shularni birlikka o'tkazib, bir butun sifatda ishlab ketaveraman. Masalan, nukleotlar va peptid bog'lar 2001 bo'lyapti. Endi men nukleotlar va aminokislotalar qancha desam 2000 bo'ladi. Sababi peptid bog'ga 1 ta qo'ysa, mana uning farqi bittaga kamayadi. To'g'rimi? Bittaga kamayadi. Mana shuning uchun. Endi nukleotlar va aminokislotalar 2000 farq qilganda nukleotlar 6x olaman, aminokislotalar x olaman. Hamisha nukleotlar 6x olinadi, aminokislotalar x olinadi. Shuni ayirsam 5x chiqadi. 5x. 5x'im 2000 ga teng bo'ladi. Demak, yozaman. 5x'im 2000 ga teng. Endi men savolda nimani so'rayapti? Shunga qarab, denkaning uzunligi. Denkaning uzunligi 6x dan qancha qilamiz? 5 2400 chiqar ekan. 6x da qancha qildimmi? 6x x deymanda 2400 yozaman. 2400 ni ko'paytiraman 0,17 ga. Menda javobi chiqadi 408 chiqadi. Mana shu javob. Hop, keyingisi endi harakat qilaman tezlashib ketishga. 45. Denkadagi nukleotlar va H bog'larining farqi 300 taga teng bo'lsa. Qaranglar, men mana yerga yozuvimni chiroyli qilib oldindan yozib olishim mumkin. Unda sal chiroyli yozuv bo'ladi va tezroq gapiraman. Lekin xunuk bo'lsa ham birdan o'qib yozmoqchiman. Sababi, masalan, men savolda o'qiyapmanda nimani yozyapman, sizlar shuni ko'ringlar. Masalan, jonli efir bo'lyapti bu yerda, ya'ni to'g'ridan to'g'ri bo'lyapti. Men savolda o'qiyapman, qaysi holatga tushyapman va birinchi nimani yozyapman. Sizlar ham xuddi shunday yozishga harakat qilinglar. Shuning uchun men to'g'ridan to'g'ri yozyapman. Oldindan tayyorlab olsam bo'ladi, yaxshi. Lekin to'g'ridan to'g'ri ko'rish bu boshqacharoq. Mevasi. Denkadagi nukleotlar va H bog'larining farqi. Demak, nukleotlar va H bog'larining farqi. Men nima yozishni bilmayman. Shuning uchun H va denkadagi nukleotlarning farqini 3000 qilib qo'yaman. Nima yozishni bilmayman. Hozirchalik 3000 qilib qo'ydim. Endi 300 dekana. Xo'p. Adenin umumiy nukleotlarning 30% ni tashkil qilsa, adenin 30%. Agar adenin 30% bo'lsa, guanin 20% bo'ladimi? To'g'rimi? Adenin 30% mi? Guanin 20%. Bu 0,2 degani. Demak, 1,2 bo'lyapti vodorod bog'lar nisbati. Vodorod bog'lar nisbati 1,2 bo'lyapti. 1,2 dan ayiraman. Buning nisbati hamisha 1 bo'ladi. Barobar 0,2 bo'ladi. 0,2 3300 ga teng ekan. Mana shu 300 ga teng bo'lyapti mana. Menda oqsilning massasi. Men oldin denkaga olay, denkamiz 1 butun olinadi hamisha. 1,5 bo'ladi. Xo'p, 1500 ni men
Xo'p, mana bu holatda 1500 ni oldin 6 ga bo'laman, keyin 120 ga ko'paytiraman. 120 ni 6 ga bo'lsam, xo'p, 20 chiqadi. Demak, 500 ni men to'g'ridan-to'g'ri ko'paytiraman 20 ga. Shunda men oqsilni massasini topgan bo'laman. 3000 javob chiqadi xullas. 30.000 bilan 1, 2, 3, 4 mana shu javob. Yaxshi, sizlar bilan davom etamiz. Xudo xohlasa 1 soat ichida tugatib bersam kerak, sababi tezlashyapmiz. Masalalar ham oddiy, ancha tushunib qoldiraringiz. 45 da tugatdikdan biz 58 ga keldik mana. 58. Xo'p, denkada 300 ta adenin nukleoti bo'lib, umumiy nukleotlarning 5 marta kam bo'lsa, shu denkada jam H bog'larini qarang. Qarang, bu yangicha masala bo'lyapti sizlar uchun. Men x qoidamning bitta qoidasini o'rgatib ketaman. Umumiy nukleotlardan 5 marta kam bo'lyapti. Mana yerga umumiy nukleotlarni yozaman. Umumiy nukleotlarni men bo'lsam, nechaga adeninga barobar 5 chiqishi kerak ekan. Shu yerda sizlarga savol, umumiy nukleotlar kichkinami, adenin kichkinami? Javob to'g'ri. Adenin deb bersalar, agar eng kichkina qiymatni 1 deb olinglar. Demak, adeninni 1 deb olasizlar. Tasavvur qilinglar, shu yerda adenin 1 bo'lsa, umumiy nukleotlar necha bo'lsa, uni 5 ga uni 1 ga bo'lsa 5 chiqadi. Demak, albatta mana yerda 5 turishi kerak. Demak, umumiy nukleotlar xullas denka 5. Adenin esa 1. Denkada nima bor? Adenin, timin, guanin, sitozin bor. Denka 5 bu nima? 5 bu adenin plus timin plus guanin plus sitozin. Shuni yaxshilab ikkigacha o'rgataman, keyin mana bunday maydalashib o'tirmayman. Tez tushuntirib ketaveraman. Birinchi marta kelganimiz uchun sal maydalashyapman. 5 bu adenin, timin, guanin, sitozin. Shularning ichidan adenin 1 edi. Mana bu 1 bo'lsa, bu ham 1 bo'ladi. Bularga necha qoladi? 5, 3, 1,5 qoladi. 1,5 plus 1,5. To'g'rimi? 2 bo'ladi. 2 dan 5 dairasida 3, 3 mana ikkalasi bir-biriga tengmi? 1,5 bo'ladi. Shunday qilib bizda guanin 1,5. Tamom, tugadi. Denkada 300 ta adenin bor. Endi adeninlar soni 300 ta ekan. Adenin necha nisbatda? Bir nisbatimiz bizga 300 ni beradi. Endi vodorod bog'lar denkamiz necha nisbat shu yerda? 5 nisbat. Denkaga biz vodorod bog'da guaninni qo'shsak, vodorod bog'da beradi. O'sha 5 ga biz guanin nisbatini qo'shamiz. 1,5 ni qo'shamiz. 5 ga 1,5 6,5 bo'ladi. 6,5 da x. Xo'p, bu bizni 58 masalamiz bo'layapti ekan. Bizda 58 bo'lgandan keyin 1950 chiqyapti. 1950 chiqyapti. Manovi 1, 2, 3 ni biz demak to'g'ridan-to'g'ri bo'lamiz 20 ga. Endi buni boyanda aytib o'tdim. Bunga bu ketadi. 18, 9, 900 bo'ladi. Biz 900 bu denka bo'lyapti. Denka. Endi xo'p, 900 denka bo'ladigan bo'lsa, vodorod bog'lar sonini toping deyapti. Vodorod bog'lar soni denkada guanin soni hosil bo'lgan aminokislotalar soniga teng. Aminokislotalar topib olishimiz kerak ekan. Xo'p, 900 ni bo'lamiz 6 ga. Bizga aminokislotalarning sonini beradi. Xo'p, 100 bo'lsa 600, 150 bo'ladi. 150 bo'lyapti. Endi 150 bu aminokislota bo'lyapti. Denkada guanin sonini hosil bo'lgan aminokislotalar. 900 ga 150 qo'shamiz. Mana buni bir-biriga qo'shib qo'yamiz. Bu denkamiz, mana bu aminokislota yoki guanin. Aytayapti, aminokislota bilan guanin teng deyapti. 1050. Juda yaxshi. 200 denka chiqdi. 1800 bizda denka bo'lyapti. Endi xo'p, denkadagilar soni hosil bo'lgan aminokislotalar singizilangan oqsildagi aminokislotaga teng bo'lsa, xo'p, undagi guanin, yana shu guanin bo'lyapti. 1800 guanin aminokislotalar soniga teng bo'lgani uchun 6 ga bo'lib olib aminokislotalarni topaman, 300 bo'ladi. 300 bo'lyapti. Bu guanin yoki aminokislota. Endi vodorod bog'lar uchun qo'shib olaman. 1800 ga
mm, osonroq usuli bor edi. Mayli, mana shu bo'yicha ketaveraman. Hop, 1800 dan ayiraman men, yo'q, qo'shaman vodorod bog' topish uchun. Shunda 2100 bu vodorod bog'lar. Endi teng bo'lsa ushbu DNKdagi jam H bog'lar fosfor efir bog'lardan farqi. Fosfor efir bog'lari 1798 bo'ladi. Farqi degani uchun ayirib olsam, menda ayirmasi necha chiqadi? Shunda 302 chiqadi. Xuddi shunaqa masala berganda, mana guanin soniga 2 ni qo'shib qo'yish kerak bo'ldi. Chunki guanin vodorod bog'laridan DNKni ayirmasi. Vodorod bog'laridan fosfor efir bog'i ayirmasida DNK 2 ga kamayganda, mana vodorod bog'lar natija 2 qo'shiladi. Shunda guaninga 2 ni qo'shib qo'yarish kerak. Bo'ldi. Yoki tushunmasangiz mana bunday qilib ishlang. DNKda boyagi birinchi zanjir, ikkinchi zanjir deyaptimi? Endi alohida chizib olish kerak uni. Alohida chizib olish kerak. Qani, ya'ni chizganda ham adenin, guanin, timin, sitozin, timin, sitozin, adenin, guanin. Mana alohida chizib oldim. Faqat birinchi, bu ikkinchi. Chunki birinchi zanjir haqida gap boshlandimi bo'ldi. Men tushundim deymanda, shu yerda chizib olaman. 89 bo'lsa, 34 ni bo'laman 0.17 ga. 34 ni bo'laman 0.17 ga bo'ladi. 0.17 ga bo'lsa, shu 100 200 chiqadi javob. 200 bo'ladi. 200 chiqsa, mana bu yerda 100 ta bor. Mana bu yerda 100 ta bor. Sababi ikkala zanjir bir-biriga teng-ku. 89. Endi xo'p, qani? Birinchi zanjirdagi T, ikkinchi zanjirdagi G va S nukleotlar yig'indisiga teng. Birinchi zanjirdagi T ni X olaman, mana uni X olsam, ikkinchi zanjirdagi S va G nukleotlar yig'indisiga teng. Bu degani xo'sh. Mana bu bilan bu qo'shilmaydi, alohida bu ham X degani. Mana. Kelinglar, shuni bir narsa qilib yozay. Adenin, timin, guanin, sitozin, guanin, adenin. Endi birinchi zanjirdagi Tx bo'lsa, bu ham X bo'ladi. Mana ularga teng degan uchun buni X olsam, bular teng bo'lishi uchun buni X olaman, va bu ham X bo'ladi. Ko'rdilaringizmi qanday ishlab ketyapman mana? Mana uni X olib, buni X qilib o'tirmadim. Buni X olib, riski buni ham. Bular bir-biriga komplementar teng bo'lgani uchun buni X, riski buni X oldim. Sababi esimdan chiqib ketmasin dedi. Xo'p, teng bu ikkinchi zanjirdagi T'lar soni 70 ta. Ikkinchi zanjirda T 70 ta. Mana bu 70 ta bo'lsa, bu ham 70 ta bo'ladi. Bo'ldi, nima qoldi? Qaranglar, savolni oxirigacha o'qimaymanda 70 dan 100 da ayiraman. 30 qoladimi? Demak, mana bu 30 bo'ladi. 30 bo'ladi. Shunda 30 2x ni 30 ga bo'lsam, bu 15 chiqadi. Mana ular yig'indisi 15 bo'ladi. Endi shu DNKda nechta H bog' mavjud? Xo'p, bizda jami 200 bor. Mana yerdan yozamiz. 200 plus guaninni topish uchun xohlanglar guanin, mana guanin bilan mana guaninni qo'shib olinglar. Yoki guanin bitta zanjirdagi guanin va sitozin yig'indisiga teng. Qaytaraman. Guanin bitta zanjirdagi guanin va sitozin yig'indisiga teng. Demak, bular 15 ni 200 qo'shilgan 15 barobar 215. A plus T plus S yig'indisi G'lar sonidan 4 barobar ko'p. To'g'rimi? Endi G'larda men eng kichkina nisbat 1 oldim. Mana yerda G bilan S bir-biriga tengmi? Bu 1 bo'ladi. Mana bunga 3 qoladimi? 3 ni 2 ga bo'lib olaman, 1.5 bo'ladi. 1.5. Tayyor nisbat chiqdi mana. Tushundilaringizmi? Eng kichkinasi 1 qilib oldim. Shunda bu ham 1 bo'ladi. 4 dan 1 deyapman. Chunki mana uchalasi 4 bo'lsa, undan 1 olib tasam 3 qoladi. 3 adenin va timin yig'indisiligi. Adenin va timin bir-biriga tengmi? Uni 2 ga bo'lib oldim. 1.5 dan tushdi.
umumiy nukleotlar necha foizini tashkil qiladi? Umumiy nukleotlar bu yoqda 4 bo'lyapti va 1 qo'shyapti. Sabab guanin yetishmayapti-ku, 5 bo'ladi. 5 100% bo'ladi. S 1 bo'lgani uchun x barobar 20% bo'ladi. Bitta zanjiri G, S, A, T. Ikkinchi zanjiri S, G, A, T. Xo'p, birinchi zanjir shunchaki 1, mana bu ikkinchi zanjir. Mana endi GSA bo'lyapti. GSA 1 2 2 ekan. Mana bu x 2x 2x risk yozuv. X 2x 2x. Xo'p. Bitta bo'lib ikkinchi zanjirda A umumiy nukleotlar 10% ni tashkil qiladi. Ikkinchi zanjirdagi A mana 10% mi shunda? To'g'ri ketdikmi? Birinchi zanjirdagi aytdim-ku. T mana bu T bo'lsa, mana bu A bo'ladi. A umumiy nukleotlarning 10% ni tashkil qiladi. 10%, mana bu ham shunda 10% bo'ladi. Qaranglar, bular umumiy 50%, mana yerda 50%, mana uchalasi 40% ni beradi. 40% ni 5 ga bo'lsak, har bir x ning foizi kelib chiqadi. Xo'p, bu degani topdim degani. Nechini? 101 da. Ikkinchi zanjirda 199. Ikkinchi zanjir 199 ta fosfor efirga 1 ta qo'shsak, ikkinchi zanjirda umumiy nukleot 200 ta bo'ladi. To'g'rimi? Aytdim, 200 ta bo'ladi. Endi 200 bog' bo'lsa, denkadagi jami H bog'lar. H bog'lar soni bo'lsa, jami bizda 400 bo'lyapti. 400 plus guaninda topishim kerak. Guanin mana uning ish ko'payib ketadi. Qaranglar, jami 400 bo'lyapti. 400 ni ko'paytiraman 0.1 ga. 400 ni 0.1 ga ko'paytiraman. Marketing tugadimi? Xo'p. 400 ko'paytirilgan 0.1 barobar 40 chiqadi. Demak, mana bu 40 ekan. 40 bo'lsa 200 dan 40 ta ayirib 160 chiqadi. Mana bu 160. Xo'p, 160 4 5x ta bo'lyapti. 5x ta. Bizga mana bu bilan buni x kerak. 3x bo'ladi. 3x. 3x ta topaman. Demak, 160 da 3x ta bo'ladi. Guanin kelib chiqadi. Bu nechinchi masala? 101-masala. Shunda 96 chiqadi. Demak, 3x manalar yig'indisi 96. Bo'ldi. 400 plus 96 596. Endi bitta zanjiri bo'lgandan keyin bitta zanjirini 3x bo'lyapti. Tenkaning bitta zanjiri. Demak, 3 buni oqsil topish uchun 3 ni bo'lamiz 3 ga. 1 bo'ladi. Bu aminokislota bo'ladi. Aminokislota bo'ladi. Endi hosil bo'lgan kislotalar soni o'sha denkadagi jami nukleotlar sonidan. Nukleotlar sonidan aksar xato ketgan bitta zanjiri demaslik kerak. Hozir men sizlarga isbotlab beraman. Mana yerda 6 bo'lsa 12 bo'ladi jami. Ikki zanjirda 12 ayrilgan 1 11 bo'ladi. 11 da 2200 bo'lyapti. Farq 11 da denkada molekulasi. Denkaning o'zi 12 bo'ladi. 12 da x bo'ladi. 2400 bo'ladi. To'g'ri. Mana shu holat to'g'ri. 2400 bu fosfor efir 2 ni ayirib qo'yamiz. Bizda 2398 bo'ladi. Bo'lyapti. Noma'lum ikkita denka fragmentda jami nukleotlar soni 1600 ta. Ikkinchi denka nukleotning 5% atini birinchi fosfor bog' soni ikkinchi denkadagi fosfor bog'lar sonidan 130 ga kam bo'lsa ikkinchi. Xo'p, buni qanday qilamiz? Noma'lum ikkita denka fragmentda jami nukleotlar soni 1600 ta. Ikkita denkani uchun qisqa formulani yozaylik. Adenin, guanin, timin, sitozin. Bu birinchi denka. Ikkinchi denka adenin, guanin, timin, sitozin.
Bu ham tengka, birinchi ikkinchi zanjir demanglar. Bu ham tengka, birinchi tengka, bu ham ikkinchi tengka. Tag'in birinchi, ikkinchi zanjirga chalkashtirib o'tirmanglar. Endi hop 1600 ta deyapti. Shuning uchun ham men bu yerga mana bunday qilib 1600 qo'yaman. Sababi 1600 deyapti-ku. Ikkinchi denkadagi nukleotlarning 25% adenin bo'lsa, ikkinchi denkadagi nukleotlarning 25% adenin. Bu 25%, bu 25%, bu 25%, bu 25% bo'ladi. Hop. Buni pishib tushuntirdim. Sal mana hisob-kitobda, og'zaki hisob-kitobimda xato ketib yoribdi. Endi davom ettiraman. Qaranglar. Mana 25% bo'lsa, demak bular 25% bo'ladi. Bizga adenin va guaninda 25% ligi yetadi. Xo'p, bularning umumiy yig'indisi 1600 bo'lyapti ekan. Savolda aytyapti, ikkinchi denkadagi fosfor efir bog'lari deyapti. Mana ikkinchi denka, birinchi denkanikidan 160 taga ko'p deyapti. Endi men shuni erinkaga o'tkazib olaman. Sabab ikkinchi denkadagi ikkinchi denkaning erinkasi birinchi denkaning erinkasidan 160 taga ko'p. Farq o'zgarmaydi. Fosfor efir bog'larida ayirmasi ham 160 ta bo'lsa, albatta erinkalarda ayirmasi ham 160 ta bo'ladi. Sababi erinkaga o'tkazish uchun bunga ham bir qo'shaman, bunga ham bir qo'shaman. Keyingisi, endi uni denka, ikkinchi denkaning erinkasi birinchi denkaning erinkasidan 320 taga ko'p. Qanday erinkani 2 ga ko'paytirsam denkani beradi. Farqni ham 2 ga ko'paytirsam denkani beradi. Masalan, shu yerda men misol keltirgandim. Qaranglar, mana bu yerda erinkam masalan agar erinka 300 ta bo'lsa, keyingi erinka 100 ta bo'lsa, farq 200 ga bo'lyapti. Agar erinkani men denkaga o'tkazaman 600, buni ham denkaga o'tkazaman 200, farq 400 ga bo'lyapti. Denkaga o'tganda 2 barobar ko'payapti. Denkaga o'tganda 2 barobar ko'payapti. Keyingisi davom etamiz. Demak, ana endi ikkinchi denkam, hop, ikkinchi denkam va birinchi denkam 1600 ta. Ikkinchi denkamdan birinchi denkamni ayiramiz, 320 ta bo'lyapti. Ayirsak 320 ta bo'lyapti. Xo'p, endi shu joyda men sizlarni usullaring bo'yicha ishlab ketsam bo'ladi. Bo'ldi, ikkita denka 1600, bir-biridan ayirmasi 320. Sizlarni usullaring bo'yicha ishlab ketsam bo'ladi, lekin hozir bundan keyin masalalariga va men ekolog oziq zanjiriga qo'llaydigan usulimni o'rgataman sizlarga. Shuning uchun hozir sal mayda juda qilib tushuntiraman. Keyingilarni shunday ishlab ketganda o'zlaringiz bilishlaringiz kerak. To'g'ri, qanday ishlab topganimni. Xo'p, endi qarang, ikkinchi denka birinchi denkadan 320 ga ko'p bo'lsa, 320 ni chatda olib tashlayman. Ular tenglashib qoladi. Sizda 15.000 pul bor, menda 10.000 pul bor. Sizniki menikidan 5.000 ga ortiqmi? 5.000 pulingizni men olib tashlasam, siz bilan sizniki bilan meni pulim tenglashib qoladi. Va biz pullarimizni qo'shdik, 20 bo'ldi. 20 ning ichida sizda ham, meni ham pulim teng bo'lgani uchun uni 2 ga bo'lib oldik. Shunda 10.000 o'zimda pulim bo'ladi. Mana olib tashladi 1280. Ichida ikkalasi endi tenglashib qoldi. 2 ga bo'ldim, 640 bo'ldi. 640. Endi 640 ikkinchi denkaning nukleotlari, 640 birinchi denkaning nukleotlari. 10.000 meni pulim, 10.000 sizda pulingiz. 10.000 meni haqiqiy pulim edi. Sababi menda ortiq boshqa pul yo'q edi. Endi lekin 10.000 sizda haqiqiy pulingiz emas. Sababi sizdan 5.000 ta tortib olgandim. Qachon o'sha 5.000 ni qaytarib bersam, 15.000 pul bu sizda haqiqiy pulingiz bo'ladi. Mana bu ikkinchi denkada ham 640 bu ikkinchi denkaning haqiqiy nukleoti emas. 600 ikkinchi denkadan 320 ta nukleotni men olib tashlagandim vaqtinchalik. Endi yana shuni o'ziga qaytarib berish vaqti keldi. Shunda 940 bo'ladimi? 640 dan hop 640 ga qo'shamiz 320 ni 960 bo'ladi. 960 bu ikkinchi denka bo'lyapti. 2 1. Mana shunday ishlaysizlar. Ikkinchi denkadan sintezlangan oqsil molekulasi massa ikkinchi denkadan 960 bo'lyaptimi? 900 oqsilda massasi bo'lsa, uni
20 ga ko'paytirsang, to'g'ridan-to'g'ri oqsilda massasini beradi 96. Shunda A javob bo'lyapti ekan. 19200 bo'lyapti. Keyingisi B kalitda nimani so'rayapti? B kalitda birinchi denkadagi umumiy nukleotlar ikkinchi denkadagi genlar sonidan nechtaga ko'p? Birinchi denkadagi umumiy nukleotlar mana 640, ikkinchi denkadagi genlardan nechtaga ko'p? Ikkinchi genlar 25%midi, 960 da 25% ni topaman. Demak 960 da ko'paytiraman 0.25 ga 48 240 bo'ladi. 640 ayirgan 240 barobar 400 bo'ladi. B sharti shunda bizda A javob bo'ladi. Xo'p, denka molekulasini 2 epida 6400 ta nukleot bor. Umumiy nukleotdan 25% lozim. Ikkinchi epida xo'p, birinchi epidan oratsillar deyapti ekanda majburman. Xo'p, birinchi ipidan denkani bu yoqqa o'tkazaman. Mana bu ikkinchi bu yoqdan bo'lsa ham bo'laveradi. Qaraymiz. Adenin, timin, guanin, sitozin. Timin, adenin, sitozin, guanin. Bu yerdan birinchi ipidan irinkansingiz deyman. Agar timin bo'la, oratsil bo'la, timin yo'q. Bu bor. G, S, G. Bu irinka bo'ladi. Bu denkaning ikki zanjiri bo'lyapti. Endi xo'p, 6400 ta nukleot bor. 6400 bo'ladi. Bu yoqqa 3200 yozamiz, bu yoqqa 3200 yozamiz. Bir-biriga teng-ku. Endi umumiy nukleotdan 25% sitozin bo'lyapti. Mana yerdan qo'yamiz. Umumiy nukleotlar sitozin. Hozir men sitozinlarni bu zanjirda ham sitozin bor, umumiy sitozinda aytyapti. Shuning uchun yana mana yerdan yozaman. A, T, G, S. Bu umumiy ikki zanjirdagi A, ikki zanjirdagi S, ikki zanjirdagi T bo'lyapti. Shuning uchun 25% bo'lsa, topib olaman 25%. 6400 ni ko'paytiraman 0.25 ga. 60 da 32 1600 bo'ladi. Makka yozaman 1600. Bularda ahmoq ham biladi. Mana bu T 1600, S 1600 chiqishini. Shuning uchun yozib o'tirmadim. Endi xo'p, endi ikkinchi ipida timin nukleotlarning 60%. Ikkinchi ipida timin nukleotlarning 60%. Qaranglar, ikkinchi ipida timin 60%. Qani timin? Qarasam, mana 60% yozaman mana yerga. Ikkinchi ipi bu yoqda, mana bunga 60% yozaman. Qarang, 60% deganda bu umumiy nukleotlarning 60% bo'la olmaydi. Sababi o'zi mana uni o'zi 50% chiqadi. 4 xil nukleotda umumiy yig'indisi 50 bo'lib 50. Qanday bu 60 bo'ladi? Bu yerda xatogarchilik yo'q. Bu yerda timinga nisbatan 60% bo'ladi. Mana u timinni 100% deb olyapti. Ikkala zanjirdagi timinni 100% deb olyapti. Shuning 60% bu zanjirda bo'lsa, 60% mana urgur zanjirda bo'ladi. Oratsil deganmi? 60% bo'ladi. 60%. Endi 1600 oratsil soni topdik ana. Bu adenin 60% mi? Demak, timin ham 60. Adenin 1600 dan ikkala zanjir bo'yicha, timin ham 1600 da bo'ladi. Ikkala zanjir bo'yicha 60% ni topamiz. 1600 ko'paytirgan 0.6 bizga beradi 960 beradi. Adeninda o'zi 30% bo'lsa, uning vodorod bog'ini 2 ga ko'paytirib, vodorod bog'i 60% bo'ladi. Tushuntira oldimmi? Adeninda o'zi 30% mi? Adeninda sen 2 ga ko'paytirsang, vodorod bog'ini topyapsanmi? Vodorod bog'ini topyapsizmi? Vodorod bog'larini topyapsizlarmi? Shuning uchun ham ularning foizini 2 ga ko'paytiringlar, vodorod bog' foizga o'tkazasizlar. Foizi 60% ekan. Bu vodorod bog'ining foizi hisoblanadi. Endi denkaning bitta zanjirda 1400 ta bo'lsa, ikkita zanjirda 2800 ta bo'ladi. 2800 bu 100% da bo'ladi. Buni biz 60% ni topamiz. 1680. Masalani hozir x, y siz ishlab tashlasa bo'ladi, lekin nazariyani qaranglar-da. Nazariyada aytyapti. Vodorod bog' deyapti, denkadan vodorod bog'ini denkadan ayrsang, guaninni beradi deyapti. Deyapti. Denkaga sen deyapti, qo'sh deyapti, guaninni vodorod bog'ida beradi deyapti. Deyapti. Vodorod bog'dan
ayer guaningni DNKni beradi deyapti. Xo'p, DNKda timindan agar biz aytyapti, vodorod bog'dan deyapti, stozinni ayirsak deyapti, vodorod bog'dan stozinni ayirsak 400 ni beradi deyapti. Stozindan 400 bo'ladi deyapti. Demak, vodorod bog' stozindan 400 taga ko'p. Qaranglar, mana shu yerda stozinni o'rniga guaninni qo'yinglar. Qaysi qoidani beryapti? Denkamiz 400 ekan, nimani so'rayapti? ERKdagi fosfor efir bog'landi. 2 ga bo'lasizlar, ERK ga o'tkazish uchun shunda 200 bo'ladi. Unga 1 dayrasizlar, 199 degan javob bormi? Ha, tamom. Ikkita DNKda 1100 ta nukleot bo'lib, T'lar yig'indisi 270 ta. Birinchi DNKda 25%. Xo'p, T'larning yig'indisi birinchi DNK va ikkinchi DNK. Endi birinchi va ikkinchi DNK bo'lyapti. Xo'p, ana endi borib, xo'p, yig'indisi 270 ta bo'lsa, birinchi DNKda T 25%. Mana uni 0.25 qilaman. Ikkinchi DNKda guanin 25% bo'lsa, shunda timin 30% bo'ladi. Mana uni 0.3 qilaman. Xo'p, mana bu yerga nisbat bo'lyapti ekan, to'g'rimi? 270 bo'layotgan bo'lsa, xo'p, 270 ni oldin nima qilaman? Men mingga bo'lib yuboraman. Mingga bo'lsam 27 chiqadi, 27%. Bu degan 0.27 degan. O'rtaga 0.27 ni qo'yaman. Xo'p, ayirsam 27 dan 0.2 qolyapti. 0.2 emas-ku, 0.02 bo'lmaydimi shunda? 25 dan shunda 0.02 bo'ladi. Xo'p, bundan ayirsam 0.03 bo'ladi. Xo'p, ana endi buni qo'shib olaman. 0.05 bo'ladi. 0.5 bu mingga to'g'ri keladi. 400, 600. Nimani so'rayapti? Bizdan so'rayotgan narsasi birinchi DNKning uzunligi. Birinchi DNK 600 ni ko'paytiramiz 0.17 ga. 102 chiqadi. Xo'p, mana shu holat. Men mana biologiyada qaychi usulni o'rgatganman, uni rasmda ko'rib turibsizlar. Shu yerda YouTube'imga o'tib, o'sha DNK bo'limidan o'sha DNKlar orasidan shuni topasizlar. Tayyor YouTube'ga joylashtirib qo'yibman. 2 yil oldin, shuning uchun takrorlab o'tirmayman bu qanday kelib chiqqanligini. 87 dan ushbu DNK fragment tengliklari nechta? Buni savolni qaranglar. 87 qo'shilgan 1 barobar 88 bo'ladi. 88 ko'paytirilgan 6. Bo'ladi. Bu 150 bo'lyapti ekan. 528 bo'ladi. Demak, 528 umumiy DNK miqdori kelib chiqdi hozir shu yerda. Endi timin va guanin 1 ga 3 nisbat 1 ga 2 bo'lsa, jami 3, yana bu yerda stozin va adenin u ham 3, 6 nisbat bo'ladi. 6 shunda 1 nisbat kelib chiqadi. Timin bo'lyapti, 88 chiqadi. Bo'ldi. Nima uchun 6 ga bo'lganlarimni bilmasalaring, mana yerda timin va guanin bor. Bu 1 bo'lsa, bu 2 bo'ladi. Jami yig'indisi 3 bo'ladi. Buni 2 ga ko'paytiraman. Sababi bu yoqda adenin va stozin bor, 6 bo'ladi. Shuni 6 ga bo'ldim. 6 ga bo'lganda 1 nisbat kelib chiqdi. 1 nisbat bu timin. Nima deyapti? Aden va timin o'rtasidagi vodorod bog'lar soni yig'indisi 250 ga, ayirmasi esa 150 ga teng.
Guanin, sitozin vodorod bog'lar soni bilan guanin, sitozin vodorod bog'lar soni yig'indisi 750 ga, ayirmasi 150 ga teng. Bunday qilamiz. Guanin vodorod bog'idan adenin vodorod bog'ining yig'indisi 750 ga, guanin vodorod bog'idan ayiramiz adeninni vodorod bog'ini, ayirmasi 150 ga teng. Xo'p, men ishlayman. 750 dan ayiraman 150 dan baravar 600 qoladi. Ya'ni guaninni vodorod, ortiqcha vodorod bog'ini ayirib tashladim. Ular tenglashib qoldi 600. Hop, ular teng bo'lgani uchun 2 ga bo'lib yubordim. 300 ta vodorod bog' bu 300 ta vodorod bog' bo'lyapti. Bu yerda 300 ta vodorod bog' bo'layotgan bo'lsa, hop, adenin 150 ga 150 ga adeninga tegishli bo'lyapti. Adenin. Xo'p, 300 ni bo'lamiz 2 ga, adeninni o'ziniki kelib chiqadi. 150 ta adenin bor ekan bizda. 150 ta adenin bor. 150 bu adenin. Mana shuni yo'qotmaylik-da. 150 bu adenin bo'lyapti. Endi bizga dinga fragmentda jami nukleotlar sonini toping. Bizga guanin kerak bo'ladi, to'g'rimi? Guanin kerak bo'ladigan bo'lsa, guanin nima qilamiz? Guaninga boyagi 150 ta qo'shib olamiz. Shunda 150 ta qo'shib olamiz guaninga. Mana bu yerda qaraydi, 300 ni 300 ta qo'shamiz. Bu ortiqcha olib tashlagan edim. 150 ta baravar 450 bo'ladi. 450 bu guaninni vodorod bog'i, uni 3 ga bo'lsam bitta o'zi kelib chiqadi. 150. Guanin ham 150 ekan. Adenin ham 150. Qo'shib olaman. Purin asosi kelib chiqadi. 300. 2 ga ko'paytiraman 600. Tamam. Bajo. Ana endi xo'p. Dengi fragmentda vodorod bog'lar soni fosfor efir bog'lar sonidan 200 taga ko'p. 200 taga bunisiga 202 ga ko'p. Vodorod bog'lardan fosfor efir bog'lar. Qaranglar. Vodorod bog'lardan fosfor efir bog'ini ayirsak 202 ekan. Vodorod bog'lardan ayiramiz denkani bu 200 qoladi. Bu guanin degani. Buni oldingi darsda aytib o'tganman. Fosfor efir bog'iga 2 qo'shsam, mana vodorod bog'ining qiymati 2 ga kamayadi. Xo'p. Shunda guanin nukleot. O'zi guanin kelib chiqdi. Guanin nukleotda nechta monosaxarid guanin nukleotlaridagi monosaxaridlarda nechta uglerod atom bor? Guanin monosaxaridi bu demak dezoksiriboza hisoblanadi. Guanin soni nechta bo'lsa, uning dezoksiribozasi ham shunchaga teng bo'ladi. Har bir dezoksiribozada bitta 5 tadan uglerod atomi bo'ladi. Demak, 200 ni ko'paytiramiz 5 ga 1000 chiqadi. Ajoyib. Keyingisi 168 bo'lyapti ekan. 168. Denga molekulasining birinchi epida umumiy nukleotlarning 4.5% ni tashkil etuvchi G joylashgan. Xo'p, qolganiga ikkinchi epida joylashgan. Ikkinchi epida yana 162 ta S bor. Mana shu yerda birinchi, ikkinchi ep haqida gap ketyapti. Demak, adenin kerakmas hozir bizga. Guanin, sitozin. Bu birinchi epida, ikkinchi epida sitozin, guanin. Qaraymiz. Bu 4.5% ni tashkil qilsa, albatta bu ham 4.5% ni tashkil qiladi. Ikkinchi epida mana shu 162 deyapti. Bu degani umumiy nukleotlarning 4.5% sitozin tashkil qiladi va bu 162 ta degani. Demak, sitozin umumiy nukleotlar ichida 162 ta ekan. Aynan ikkinchi epida. Ya'ni 162 4.5 ga tashkil teng bo'ladi. Shuni 100% da qancha deymiz? Sabab bizga umumiy nukleotlar kelib chiqadi. 162 ni bo'lamiz 0.045 ga. Qisqa formula-ku. 168-masala. 168 3600 chiqadi. Bu 3600 ekani. 173-masala bo'lyapti.
173 DNKda A 300 ta A nukleot bo'lib, bu umumiy nukleotlardan 3 marta kam bo'lsa, shu DNKdagi yangi H bog'lar sonini aniqlang. Buni men tushuntirgandim-ku, yana belgilab qo'yibman tushuntiraman deb. Nimasiga tushuntiraman? DNKda 300 ta A bo'lsa, umumiy nukleotlardan 3 marta kam. Demak, umumiy nukleotlar 3 bo'ladi. Mana bu yerda. DNKmiz 3 qismdan tashkil topgan bo'ladi. Adenin 3 marta kammi, adenin kichkina, uni bir nisbat olaman. Adeninning o'zi bir nisbat bo'ladi. Umumiy nukleotlar bu yerda A, T plus K plus S bor edi. Shu yerda adenin 1 bo'lsa, timin ham 1 bo'ladi. Bu 2 bo'ladi. Mana umumiy nukleotlar bu yerda 3 edi. Endi ayirib tashlaymiz. 3 ta 1 qoladi. 1 mana bu bunga tegishli bo'ladi. Buni 2 ga bo'laman. Bo'laman 2 ga 0.5, mana bunga tegishli bo'ladi 0.5. Demak, bu yerda adenin 1 olsam, guaninni 0.5 olaman ekan. Xo'p, o'sha DNKdagi jami bog'lar soni. Jami bog'lar DNKmiz umumiy 3 edi. 3 qo'shilgan 0.5. Vodorod bog'ini topyapman. Vodorod bog' shunda 3.5 ga teng bo'ladi. 3.5 ga teng bo'lsa, 3.5 dagi vodorod bog'ini topaman. Endi menga tengga keldi. Adenin 300 ta ekan. Mana yerda adenin nisbati 1 midi? 1. Qani. Mana yerda 1 midi? Xo'p. Buni qanday qilardim? Xo'p, 3.5. 1 nisbati menga 300 tani beradi. 300 ni 3.5 ga ko'paytiraman, 900 bo'ladi. 900 ni 1050 bo'ladi. 1050. Ana A javob turibdi. 177. DNKda 300 ta guanin nukleoti bo'lib, DNKdagi jami pirimidin asosining 30% ga kam bo'lsa, shu DNKdagi H bog'lar soni nechta? 300 ta guanin ekan. Pirimidin asosdan guanin pirimidin asosdan, ya'ni timin va sitozindan 30% ga kam. Bir o'zi 50% edi, ayramiz 30%. Shunda 20% guanin kelib chiqadi yoki 0.2 degani. Endi 300 ta guanin deyapti. 300 ta guanimiz bo'ladigan bo'lsa, 300 bo'lingan 0.2 jam 1.500 DNK kelib chiqadi. Endi vodorod bog'ida beryapti. 1.5 qayerda 1.5? 150 ko'paytirilgan vodorod bog'imiz. Shu yerda nima qilaman men? 300 ni qo'shib olaman. Plus 300. Guaninni qo'shib olsam 1800 bo'ladi. Bormi? Bor? Yo'q bo'lsin. DNKdagi nukleotlar va undan sintetlangan oqsildagi peptid bog'lar farqi 1000. DNKdagi nukleot peptid bog'ga bir qo'shib olsam aminokislota. Demak, DNKdagi 6x bo'ladi, aminokislotdan x bo'ladi, farq 1000 taga bo'ladi. Bu 5x da 1000 ta degani. Shunda 1000 taga bo'lyapti. 5x teng 1000 degani. Shunda x teng 200 degani. 6x teng 1200 degani. 1200 bu DNK bo'ladi bizda. Bo'lib undan adenin jami H bog'laridan 5 marta kam bo'lsa, DNKdagi H bog'lar sonini toping. Adenin H bog'laridan 5 marta kam. Xo'p, vodorod bog'lar shunda 5 bo'ladi, to'g'rimi? Vodorod bog' adenin 1 bo'lsa, vodorod bog'lar 5 bo'ladi. Xo'p, adenin 1 bo'lsa, timin ham 1 bo'ladi. Bular jami 2 bo'ladi. Endi mana 5 dan 2 ni ayiramiz 3. Bu guanin va sitozin vodorod bog'lari bo'lyapti. G plus S vodorod bog'. Buni 3 ta xo'p, qaranglar. 3 ta bo'laman 3 ga. Sababi buni 3 ga bo'lsam guaninni o'zi kelib chiqadi. 1 bu guanin bo'ladi. Demak, adenin 1, guanin ham 1. Bular bir-biriga teng ekan. Bular bir-biriga teng bo'ladigan bo'lsa, H bog'lar sonini toping. Endi 1200 ta bo'lyaptimi? 1200 ni men 300 bo'ladi. 4 ga bo'laman. Sabab bir-biriga tengki, to'g'rimi? Mana 2 nisbat bo'layotgan bo'lsa, ko'paytirmay 2 ga jami nukleotlar 4 nisbat bo'ladi. Mana uni 4 ga bo'laman. Shunda menga guanin kelib chiqadi. 1200 ni 4 ga bo'lsam 300 chiqadi. 300 ga endi qo'shaman men 1200 ni.
500 vodorod bog' bo'ladi. Yozolmay qoldim. Dengi fragment tarkibidagi vodorod bog'lar soni fosfor efir bog'lar sonidan 80 taga ko'p. Vodorod bog'lar soni fosfor efir bog'lar sonidan 80 taga ko'p. Demak, vodorod bog'lar H2 ayiramiz fosfor efir 80 bo'ladi. H2 ayiramiz denkani 78 bo'ladi. 78 guanin bo'ladi. Endi guanin adenin 30%. Adenin 30% bo'lsa, guanin 20% bo'ladi. Mana bu 20% da bo'ladi. Vodorod bog'lar 120% da bo'ladi. 120% da vodorod bog'larni hisoblaymiz. Besh yuz to'qson sakkiz bo'ladi. Timindan 500 taga, stozindan 400 taga ko'p vodorod bog' bo'lsa, stozindan 400 taga ko'p vodorod bog' bo'lsa, bu 400 ta guanin. Mana vodorod bog' ayiramiz stozinda 400 bo'ladi. 400 bu guaninda yo'q, denka bo'ladi bu. Denka bo'ladi. 400 bu denka bo'ladi. Endi xo'p, timindan 500 taga, stozindan esa 400 taga ko'p bo'lyapti. Qaraymiz. Mana bu yerda stozindan 400 taga vodorod bog' ayrilgan timin 500 taga ko'p bo'lyapti. Ayirib tashlaymiz. 100 chiqadi. 100 nima? 100 bu farq bo'lyapti. Demak, bu yerda timinda miqdori stozindan 100 taga kam bo'lyapti. Timinda miqdori stozindan 100 taga kam bo'lyapti. Sababi stozin miqdori qancha ko'p bo'lsa, farq kichik bo'ladi. Timin qancha kam bo'lsa, farq katta bo'ladi. Bunda 400 bo'ladigan bo'lsa, 100 taga ko'p bo'lyapti. 400 bo'lingan 2 bu adenin bilan guanin bo'ladi, 200 bo'ladi. Bu yerda 200 ni ichida 100 ni olib tashlaymiz. Sababi guanin adenindan 100 taga ko'p-ku. 200 dan ayiramiz 100 da 100 qoladi. Adenin va guanin tenglashdi. 100 bo'lingan 2 barobar 50. Bu adenin va guanin, lekin guanin haqiqiy guanin emas, bu adenin bo'ladi. Haqiqiy guanin bo'lish uchun 50 qo'shilgan 150. 50 qo'shilgan 100. Boy 100 ni olib tashlagandik-ku. Haqiqiyatini o'ziga qaytarib beramiz. 150 guanin bo'ladi. Demak, 150 guanin bo'lsa, 400 ga qo'shib qo'yamiz. Va plus 400. Shunda 550 mi? 550 vodorod bog'. Bizda C javob bo'lyapti ekan. Ana endi xo'p, 550 221 dengi qo'z zanjirida 126 ta H bog' bo'lib, stozin purin asosidan 1,6 marta kam. Stozin purin asosidan. Purin asosiga timin bilan stozin kiradi. Shular 1,6 deyapti. Stozin 1,6 marta kam degani stozin o'zi 1 degan. To'g'rimi? 1,6. Stozin o'zi 1 bo'ladi shunda. Mana qaranglar, timin plus stozin bo'lamiz stozin 1,6. Qaysi bir kichik bo'lmi? Albatta bu kichik. Shu kichikni 1 deb olinadi. Buni 1 deb olsam bu 1,6 bo'ladi. Xo'sh, shunaqa. Endi qaranglar. 1 da stozin, mana bu stozin 1,6 ni ichida stozin bor. Stozin o'zi 1 qiymat. Shunda timinda o'zi 0,6 qiymat bo'ladi. Mana bu o'zi 1 qiymat bo'ladi. Glar sonini aniqlang deyapti. Dengi qo'z zanjirida 126 ta vodorod bog' bor. Endi xo'p, purin asosi 1,6 bo'lsa, denkaga o'tkazib olaman. 1,6 ni ko'paytiraman 2 ga. 3,2 bu denka. Unga vodorod bog'ni topish uchun denkaga guaninni qo'shib olaman. Guanin 1 edi, mana 1. Barobar 1, 4,2 bo'ladi. 4,2 vodorod bog'i, mana yerda son qiymati 126 ekan. 126. Menga guaninni sonini toping deyapti. Guanin shu yerda 1 qiymatga ega. 1 qiymatda x deyman. 126 ni 4,2 ga bo'laman. Menga bu 221-masala ekan.
221. Shunda chiqadi 30 chiqadi. 30 chiqadi. Shunda 120 bo'ladi. 120 bo'ladigan bo'lsa 30 ni 4 ga ko'paytirsang 0,2si, to'g'ri, 0,3 426. Keyingisi 225 chiqyapti. 225 birinchi, ikkinchi zanjiri nima qildi birinchi, ikkinchi zanjiriga? Qaranglar. Bu hozir sizlarga maqtanish emas, bu tushuntirish. Hozirgi masalalarda x siz usulda mana bitta 5 ta barmog'imni qimirlatganda men qimirlatib ishlatib ketyapman. Bularni boshida denkaning birinchi qismida yoki qolganlarida tushuntirib kelyapman. Agar siz ikkinchi qismidan ko'rayotgan bo'lsangiz, birinchi qismini ham ko'rib oling va masalalarni ishlab oling. Sababi tushuntirgan narsalarimni ikkinchi qismida kelib qolsa qayta tushuntirganim yo'q yoki tezlashtirib ketyapman. Hozir bundan kelayotgan murakkab masalalarni ham xuddi mana shunday qilib ishlab beraman. X, Y usulda faqatgina men nimani o'ylayotganimni sizlar bilishlaringiz kerak. Uni men tushuntirdim. Yana qaytarib tushuntiraman desam, marhamat denkada kamida 10 ta odam bo'lsin, denka bo'yicha video chat qiling. Men denka bo'yicha video chat qilaman. Kamida 10 ta odam denka bo'yicha video chat bo'lish kerak. Kamida. Xo'p. Agar tushunmayotgan bo'lsalaring tushuntiraman. Video chatda menga savol berasizlar. 225 mi? 102 nanometr uzunlikdagi denkada 225 bo'lyapti. 225 600 ekani. Xo'p. 102 bo'lingan 0,17 barobar bizda 600 ta nukleid bo'lyapti. 600 ta nukleid. Xo'p, 600 ta nukleotid bo'lyapti. 225 midi? 600 ta nukleid. Birinchi, ikkinchi zanjirlarda A nukleidlar nisbati 1 ga 3 nisbatda. Birinchi, ikkinchi zanjir dedimi? A, G, S, T. T, S, G, A. Xo'p. Ma'lum tugab qoladi. Bu birinchi zanjir, bu ikkinchi zanjir. Endi xo'p, qani 600 bo'lsa 300 bo'ladi. Xo'p. Birinchi va ikkinchi zanjirdagi A nukleidlar nisbati 1 ga 3. Birinchi zanjirda 1 ga 3 bo'lsa x bo'ladi. Bu x bo'ladi. Mana 3 deganmidi? 3x bo'lsa bu ham 3x. Ko'ryapsizmi? Risk yozib olyapman. Risk yozib olish kerak. Birinchi va ikkinchi zanjir A nukleidlar nisbati 1 ga 3 bo'lib, birinchi zanjirdagi shu zanjirdagi T'dan 2 marta kam. Birinchi zanjirdagi K mana shu zanjirdagi T'dan 2 marta kam. Demak, 2 marta kam bo'lsa, 3x ni 2 ga bo'lib olamiz, 1,5 bo'ladi. Bu 1,5x bo'ladi, bu ham 1,5x bo'ladi. Birinchi zanjirdagi pirimidin asoslarining 40%ni pirimidin asoslarining 40%ni stozin tashkil etadi. Stozin qani bu yerda? Stozin mana bu ekani pirimidin asoslari. Mana bu pirimidin asosi bo'ladi. Stozin 40% ni tashkil qiladi deganda, purin asosini biz 100% qilamiz. Mana shu timin va stozin 100% deb tasavvur qilamiz. Shuning 40% stozin bo'ladi. Shunda 60% timinga qoladi. Aynan 40% bu timin va stozin 100% bo'lganda mana bu 40% ga teng bo'ladi. Shunda bu 40% bo'lsa, mana bu 60% bo'ladi, to'g'rimi? 60%imiz 3x bo'lsa, 40%imiz 2x ga to'g'ri keladi, to'g'rimi? 3x da 60%, 40% da x bo'lsa 2x ga to'g'ri keladi. Bo'ldi, bu yoqda hech narsa qolmadi. Masala shartida nimani so'rayapti? Denkadagi jami a'lar sonini hisoblang. Denkadagi jami a'lar soni bitta, masalan, mana bu ikkalasining bitta a bo'lsin. Timin 3x, adenin
x alar bitta zanjirdagi T'ning bilan A'ning yig'indisiga teng yoki bu bilan mana uni olsagan bo'ladi. Hech farqi yo'q. Jami 4x bo'lyaptimi? 4x bo'lyapti-ya. Shu yerda jami necha x bo'lyapti? Mana esimdan chiqmasin, 4x da x qilaman. Jami 1,5x, 2x, 3,5x, 7,5x bo'lyapti. 7,5x da 300 bo'ladi. Shunda 160 chiqadi bizda. Bizda 160 chiqyapti. Vodorod bog'lar soni translyatsiya mahsulot tarkibidagi bog'lardan, ya'ni peptid bog'lardan 105 taga ko'p bo'lyapti. Demak, vodorod bog'lar virus ayrilgan bo'ladida, to'g'rimi? Ayrilgan aminokislotalar peptid bog'larga birda qo'shib olsam, ayirma 1 ga kamayadi, 104 bo'ladi. Keyingisi transkripsiya mahsulot tarkibida, ya'ni fosfor efir bog'lardan bo'lyapti. Transkripsiya ya'ni fosfor efir bog'lardan RNKdagi 73 taga ko'p. RNKga bir fosfor efir bog'larga birda qo'shib olsam, boyagi 73 72 bo'lib qoladi. Ayiramiz RNKni barobar 72 bo'ladi. Bo'ldi. Vodorod bog'lardan adeninni ayirsam 104, vodorod bog'lardan RNKni ayirsam 72 chiqar ekan menga. Sizlar necha foizni denkada, sizlar necha foizni tashkil qiladi deyapti. Endi qaraymiz. Aminokislotamiz x desak, RNK 3x bo'ladi. X dan 3x ni ayiramiz. 3x ayirgan x barobar 1x bo'ladi. 1ximiz 104 dan 72 ni ayirib olamiz. Chunki mana bu vodorod bog'lar bir xil qiymatga ega. Bir xil qiymat bo'lgandan keyin farqli aminokislota bilan RNK beradi. 104 dan 72 ni ayiramiz. 70 dan 70 nima bilmaymanmi? 104 bo'lsa 102 dan 70 ketsin, 102 dan 32 chiqadi. 32 bo'lsa 6x bo'ladimi? Denkamiz 6x dan qancha deyman? Shunda menga farqni beradi. 6x bo'yicha 96 denka bo'ladi. 96 bu denka bo'ladi. Endi vodorod bog'larni topish mana bu yerda bor. Vodorod bog'lardan RNKni ayirsam 72 chiqishi kerak. Yoki buni aminokislota. Men to'g'ridan to'g'ri x ni topib qo'ysam bo'lar ekan. 6x da to'g'ri bo'lsa, 1x da x qancha deyman? Barobar 16 chiqadi. Endi aminokislotalarga demak 104 ni qo'shsam vodorod bog'ni beradi. 104 qo'shilgan 16, 120 bo'ladimi? 120 bu vodorod bog' bo'ladi. Vodorod bog'dan denkani ayiraman, guanin beradi. 120 ayrilgan 96, 24 guaninni beradi. Endi 24 da x qilaman dayin, 96 da 100 qilaman. Shunda menga beradiki 23% bo'ladimi? 25% ekan. 25% ni beryapti. 230. bo'ladi. Denka fragmenti birinchi zanjirida T nukleotlar soni ikkinchi. Demak, birinchi ikkinchi zanjir ketganda biz bilamiz. Biz aqllimiz. Adenin, timin, purin asos deyilmaganmi? Adenin, timin. Purin asosida adenin, guanin qolardi. Adenin, timin, guanin, sitozin. Timin, adenin, sitozin, guanin. Mana bu 1, mana bu 2. Endi denkaning birinchi zanjirida T nukleotlar soni ikkinchi zanjirda S soniga teng. Birinchi zanjir X bo'lsa, bu ham mana bunga teng bo'lsa, bu ham bunga teng bo'ladi. Tamom. Xo'p, lekin ikkinchi zanjirdagi G sonida 2 marta kam. Nima kam? Birinchi zanjirdagi T nukleotlar soni. Mana bundan 2 marta kam bo'lsa 2x bo'ladi, bu ham 2x bo'ladi. Xo'p, G sonida 2 marta kam. T nukleotlar sonidan 2 marta kam. Ikkinchi zanjirda T nukleotlar soni birinchi zanjir T nukleotlar sonidan 3 taga ko'p.
ikkinchi zanjirdagi t 1dan 3taga ko'p. X plus 3. Bu ham x plus 3 bo'ladi. Tamom. Nimani so'rayapti? Umumiy 396 ta vodorod bog' mavjud bo'lsa, shu denkadagi jami adadlar sonlari. Qaraymiz. 396 ta vodorod bog'i mavjud ekan. 396. Xo'p. Bu buyog'ini sizlar ishlarasizlar. Endi men sizlarga yanada ham sodda ishlashni o'rgataman. Sodda qilib. Mana bu x dan 3 taga ko'p ekan, to'g'rimi? 3 taga ko'p bo'lgani uchun mana shu 3 ni men olib tashlayman. Olib tashladim. Menga kerak emas. Natijada x larim teng bo'ldi. Bo'ldi, olib tashladim. Lekin bu yerda olib tashlaganimdagi undagi 6 ta vodorod bog'ni ham olib tashlayman. Sababi 3 ta olib tashlaganim 6 ta vodorod bog'ni hosil qilgan, to'g'rimi? Bundan ayiraman 6 ni. Aytayozay, 396 ayrilgan 6 bor 390 bo'ladi. 3 ta nukleotni olib tashlasam, nechta vodorod bog' yo'qotaman? 6 taga yo'qotaman. Sababi bu o'zini 6 ta vodorod bog'i mana uni ichida bor. Endi shu 3 ta olib tashlagandan keyin mana ichida 6 tani ham olib tashlayman. 390. Natijada mana x lar soni bir xil bo'ldi. Hay. Mayli. Ana endi qaraymiz. Tak. Vodorod bog'lar bir tomonga nisbatan topiladi. X bo'layotgan bo'lsa, xohlasizlar ikki tomonda adenini qo'shib olinglar va ikki tomonda guaninni qo'shib olinglar. Hech farqi yo'q. Mana bu o'zi bitta umumiy guanin degan. Mana o'zi umumiy ikki zanjir bo'yicha adenin qiymatini beradi. Demak, xo'sh 2x bo'layapti. Mana bu 2x 2x emas-ku, to'g'ri 2x. Bu 3x bo'layapti. 3x bo'layapti. Endi qo'shsak 5x bo'ladi. Bu hozir 5x bo'ladi. 5x umumiy denkal bu bir zanjir, ikkinchi zanjir bo'yicha 2 ga ko'paytiraman, 10x bo'ladi. 10x bu denkal. Bizga vodorod bog' kerak. Vodorod bog' bo'lsa 10x bo'layotgan bo'lsa 10x ga qo'shaman, guaninni qo'shaman, 3x ni qo'shaman. Natijada 13x bo'ladi. 13x bo'lsa, mening 13x im 390 ga to'g'ri kelsa, nimani toping deyapti? Denkadagi jami adenin sonini, adenin 2x nechiga teng? Bularni shunday ishlasam 230. Oltmish bo'lyapti. Xo'p, 60 bo'lyapti. 60 adenin chiqdi. Endi 60 ni javobni belgilab qo'ymaymiz. Sababi mana bu yerda men 3 ta olib tashlagandim. Endi 3 ta qaytarib olayotgan vaqti keldi. Ko'ryapsan? Men bildim qaysi payt olib tashlashdi, qaysi payt qaytarib olishdi. 60 plus 3 barobar 63 javob. Denkada nukleotlar va unda sintetlangan hosildagi aminokislotlar farqi 600 dan tashkil etsa. Xo'p, 6x ayrilgan x barobar 5x imiz 600 tani tashkil qiladi. Denkadagi hashbozlar soni aminokislotlardan adenin 100 taga kam. Aminokislotlardan adenin 100 taga kam, aminokislota kam. Aminokislotlar ekan. Bizga x o'zi kerak. Çünkü aminokislotani topib olaylik-da. 5x da 600 bo'lyapti. Bu nechinchi masala? 241 bo'lyapti. 120 bo'ladi. Mana bu 120 bo'ladi. Bu aminokislota bu. Aminokislota. Endi 120 ga qo'shaman 100 ni menga adeninni beradi. 120 ga 100, 220 bu adenin bo'ladi. Endi 5x da 600 bo'layotgan bo'lsa, menga bu nukleotmi yo 6x kerak. Yoki 120 ni ko'paytiraman 6 ga. 600 bo'ladi, 20 ni 720 bo'ladi. 720 bu denka bo'ladi. Vodorod bog'lar sonini toping deyapti. 720 ni yarmi. Chunki yarmi adenin va guanin ko'p. 720 ni men bo'laman 2 ga. 360 bo'ladi. 360 ni 220 ni ayiraman. Bundan ayiraman 220 ni. Menga guanin qoladi.
necha bo'ladi? 340 bo'ladidan 140 bo'ladi. bir yuz qirq bu guanin bo'lyapti. Guanin, unga qo'shaman denkani. Vodorod bog' kerak. 720. Hop, 760 bo'ladi. 860 degan javob bormi? Ha. 245. Oxirga yaqinlashgan sari birinchi, ikkinchi denkaning birinchi zanjiri, ikkinchi zanjir masalasi ko'payib boryapti. Infoston erinkada 84 ratsil bor. 84 ratsil bor bo'lsa, guanin stoza, o hammasini bilsa kerak. Xo'p, erinkani yozaman. R, N, K ni yozaman. O, T, A bo'ladi. A, G, S. Bundan denkas teskari transkripsiya A bo'ladi, T bo'ladi, S bo'ladi, G bo'ladi. Yozayman. Yozishni ko'raman. Kerak bo'lsa yozaman, bo'lmasa yozmayman. Mana bu denka. Bir zanjir bo'yicha ham chiqaraveramiz. Qaraymiz. Erinkada 80 ta. Mana masala sharti ko'p, to'g'rimi? Rosa ko'p. Mana shuncha qism bo'lib turibdi. Mana shuncha qism. Endi o'sha paytda men boshini o'qiyapman, yozib ketyapman. Erinkada 80 ta ratsil bor. Mana yerga yoz. Kim nima deydi? 80 ta bor ekan. Bor. Shu denkaning zanjiri teskari transkripsiyalangan denkaning birinchi zanjiri shu transkripsiya qilingan zanjirga to'g'ri keladi. Mana shu nazarda tutyapman. Birinchi zanjiri. Xo'p, birinchi zanjirdagi stozin soni erinkadagi uratsil sonidan 2,5 marta ko'p. Mana bu stozin bundan 2,5 marta ko'p ekan. Shunda nima qilamiz? 80 ko'paytirilgan 2,5. 80 ko'paytirilgan 2,5 necha bo'ladi? 200 bo'ladi. 200, mana bu 200 ekan. Bu 200. To'g'ri, mana bu ham 200, lekin hozir bizga kerak emas. Endi keyingisi stozin soni erinkadagi uratsil sonidan 2,5 marta ko'p. Guaninlar soni esa 2,5 marta kam. Shu yerda guanin nima? Guanin nimadan 2,5 marta kam? Aytyapti. Erinkadagi uratsillar sonidan 2,5 marta ko'p. Erinkadagi uratsillar sonidan guanin 2,5 marta kam. Aynan guanin uratsilga nisbatan. O'tizikkamidi? 32. Xo'p. Mana 32. Bitta tiq qoldi. Chani uloqmas ekan-ku. Xo'p, marta kam. Denkaning o'sha zanjirdagi temiy miqdori, ya'ni mana shu temiy miqdori guanin va stozin nukleotlar miqdorining o'rtachasiga teng. Mana bu o'rtachasiga teng. Xo'p, 232 bo'lsa, 232 ni bo'laman 2. O'rtachasi deganda qo'shib olamiz, 2 ga bo'lamiz, sababi 2 ta nukleot bor. 116. 116 bo'ldi. Stozin nukleot miqdori bu denka molekul vodorod bog'lar sonini aniqlang. Vodorod bog'lar soni. Vodorod bog'lar sonini aniqlang. Endi bu kerak emas bizga. Vodorod bog'lar sonida osonroq mana qilaylik. Buni qo'shamiz, 116 ga qo'shamiz. Xo'p, qarangda, mana vodorod bog'lar soni. Bu 2, buni ko'paytiramiz 2, buni ko'paytiramiz 3, buni ko'paytiramiz 3. Jami yig'ilmani qo'shamiz. Shunda bizda 1088 chiqadi. Bo'ldi. Bitta zanjir bo'lgani uchun men hammasini 2 ga, stozin bo'lsa 3 ga ko'paytirib chiqaman. Ikkita zanjir bo'lganda adeninda o'zini
2ga guvoninda o'zini 3 ga ko'paytirardim. Bitta zanjirdagi adning temin bu umumiy zanjirdagi adning beradi. Buni qo'shib olinglar va 2 ga ko'paytiringlar. Bitta zanjirdagi stozin va guvonin umumiy zanjirdagi guvoninni beradi. Stozin va guvoninni qo'shib olinglar, 3 ga ko'paytiringlar. 2 15 1088. Bo'ldi shu. 4 ta denka molekulasini uzunligi mos ravishda. Qarang, denka molekulasining uzunligi bilan 4 ta denkalar nisbati bir xil narsa, o'zgarmaydi. Uzunlikda sizlar denkadagi nukleotlar nisbati deb olib ketaveringlar. Hech bir o'zgarmaydi. Demak, nukleotlar nisbatiga o'zgartirib u hech farqi yo'q. 4 ta denka bor bizda. Birinchi denka bor, ikkinchi denka bor, uchinchi denka bor, to'rtinchi denka bor. Denka. Xo'p, ulardagi 1 tur 2 3 ekan. 1 ekiz, 2 ekiz, 3 ekiz. 3 ekiz, 2 ekiz, 4 ekiz ekan mana. 4 ekiz ekan mana. Xo'p, nisbat bo'lyapti. 1 4 2 3. To'ppa-to'g'ri. Xo'p, guvonin nukleotlarini ham foizi. Bular foiz nisbat bo'lyapti-da. Endi bunga bitta grafik chizib olsak bo'lmar ekan. Mana bu adenin bo'lsa, mana bu adenin bo'lsa, mana bu guvonin bo'ladi. Tak, marker ketdi-da, hayb bo'ladi. Oy, shoshilma. Qaranglar, grafik chizgani men grafikdan ishlab beraman. Bu juda ham oddiy masala. Faqatgina grafikda tushuntira olishim, menga ishlash emas, tushuntira olish qiyin. Agar siz yaxshi tushunsangiz, bundan osoni yo'q. Xo'p, demak, aytyapti, agar 3-denka nima deyapti? Ular tarkibidagi guvonin nukleotlari ham foiz nisbati 1 tur 2 3 foiz nisbati 1 tur 2 3 bo'lyapti. 1 tur 2 3. Guvonin foiz nisbati 1 tur 2 3. Mana bu o'zi ekan. Bu x foizda, bu tur x foizda, x foizda, tur x foizda, bu 2x foizda, bu 3x foizda. Shu yerda bir narsani tushuntirib ketaman. Qaranglar, mana bu foiz bo'lgandan keyin mana bu bular foiz bo'lyapti-ku, x foiz. Mana 10% bo'lsa, bu 40% degani. Bu 40% hech qachon o'zgarmaydi nisbat. Agarki nukleotlar miqdori bilan nukleotlar miqdorisiz ham farqi yo'q. Mana uning foizi, mana uning haqiqiy foizi 10% bo'lib qolsa, 10% bo'lsa, mana u 20% bo'ladi. 100% 20% bo'ladi. 30% 50% chiqadi deb o'ylamanglar. Qaytaraman, guvoninlar foiz nisbati bersa, mana u 30% bo'lsa, bu 100% 20% degani. Tushuntirib oldimmi? Keyingisi. Endi ikkinchi denkada 40% stozin bo'lsa, ikkinchi denkada adenin nukleot, timin nukleot. Qaysi denka bo'lyapti? Agar 3-denkada adenin va timin o'rtasida 360 ta. 3-denkada 360 ta. Mana bu 360 ta 2 ga 360 ta vatrib bo'lsa, bu 180 ta adenin bor degan. Mana 180 ekan. Mana 180. Endi 180. Xo'p, ikkinchi denka 40% stozin. Mana bu bizda 40% ga to'g'ri kelar ekan. Qaranglar. Kallani ishlatinglarda naqd narsa nima? Naqd 180 mi? Nima qilib bo'lsa ham mana 180 ga kelinglar. 180 ga olib kelinglar biron nimani. Qaraymiz. Bu 40%. Endi foizlar nisbati mana shunda 20% bo'ladi. Mana shunda 30% bo'ladi. Mana shunda 10% bo'ladi. Ana endi bu 20% bo'lsa, 180 30% degani. Bu foiz o'zgarmaydi. Bu 180 imiz 30% ekan.
Men nima qilaman mana yerdan? Shunday ikkinchi denkani topib olaman. 180 180 nima qilaman? Xo'p, 180 ni bo'laman 0.3 ga. Menga umumiy miqdor kelib chiqadi. 600 chiqadi. 0.1 ga 60 to'g'ri kelyapti-ku. Shunda 600 chiqadi. Demak, mana 2ximiz 600 ga teng ekan. Manavimiz 2ximiz 600 ga teng bo'lyaptimi shunda? Bundan chiqyapti-ku. Mana 600. 600 bo'lsa, mana 1200. Mana bu esa 300. Mana bu esa 900. Mana 900 bo'lyapti. Ko'rdingizmi? Nima qilib mana unga olib kelyapman? Kallamni ishlatib mana naq narsaga olib kelinglar. Hoy, bo'ldi, tushundik. Endi bizga guanin miqdorini aytadi. Guanin miqdori 3x ni 30 10% bu 300 da 10% bu 30 bo'ladi. Guanin 30%, 30 da 1200 da 40%. 1200 da 40%, 120, 240, 480 bo'ladi. 480 bo'ladi. 600 da 20%, 120 bo'ladi. 900 da 30%, 270 bo'ladi. 270 bo'ladi. Mana bu yerda guanin miqdori nechta demoqchi? Umumiy guanin miqdorini hisoblaymiz. Bu yerda oson hisoblashni qaranglar. 270 ga 30 da qo'shib olaman. Bu haqiqatan 30 mi? Xo'p, 300 bo'lyapti. 300 mana bu kalasi 300 bo'lsa, 120 ga 480, 500, 600, jami 900 bo'ladi. 900 ta guanin bor. Umumiy nukleid miqdori. Buni ham oson hisoblaymiz. Qanday qilib oson? Qanday qilib? Mana. Farqi yo'q. 600 ga 300 da qo'shib olaman. Bunda 900 bo'ladi. 900 ga 900 1800 bo'ladi. To'xtada. 600 ga 300 da qo'shim 900, 900 ga 900 1800, 1800 ga 1200 3000 bo'ladi. Umumiy miqdor 3000. Mana guaninlar soni 900 ta, vodorod bog' desa 3000 ga 900 da qo'shamiz, 3900 da bo'ladi. Sizlar bilan mana shu edi. Maza qilib ishladi. Demak, qolgani ham mana shunday chiqib ketaveradi. Denkadagi 4 ta nukleidlar bo'lyapti. Endi sizlar bilan to'g'ridan to'g'ri ikki yuz ellik yetti. Qaranglar. 257 bo'lyaptimi? Agar hozir bunda foiz berildi, to'g'rimi? Foiz berildi. Masalan, hozir bitta narsa ma'lumot keltiraman. Agar foiz bermay, adningda nisbatlarni beradi. Adningda nisbatini. Masalan, masala shartini o'zgartiramizdan aytadidan nima deydi? Adningda nisbatini berib qo'yadi. Adninglar deydi xuddi mana shunday. Adning miqdori deydi. Mana adning miqdori bo'lsa, hozir sizlarga tushuntirishga harakat qilaman. Mayli. Xo'p. Men yana bitta bunga oid misol ishlab berganman, lekin bu kitobda yo'q. Vijdonim qiynaldi, uni ham aytib ketay. Kitobda yo'q deb tashab ketmang, bilarki bundaqa narsalardan qutulinglar. Xo'p, xuddi mana shunday beradi. Denkalar deydi, mana ular deydi x deydi, mana bu 4x deydi, mana bu 2x nisbatda, mana bu x nisbatda. Adning nisbatlari ham deydi x deydi, 4x deydi, 2x deydi, 3x deydi. 3x deydi. Bu adning nisbati boy guanin foiziydi-ku. Yoki adning foizi bo'lsa ham bir xil usulda. Adning nisbati deydi. Keyin aytib qo'yayotgan narsa, masalan, ikkinchi denkada deydi, guaninning foizi 10% deydi.
Agar ikkinchi tengada guvonin 10% bo'lsa, adaning necha foiz bo'ladi? 40% bo'ladi. 40%. Mana shu holatda mana bu nisbatiga bu nisbat. Nisbatda son o'zgaradi. Foiz o'zgarmaydi. Hammasi 40% bo'ladi. Hammasi 40%, 40%, 10%, 10%. Agar adminlar nisbati desa, nisbatda adminda miqdori o'zgaradi, foizi o'zgarmaydi. Foizlar nisbati bo'lsa, miqdori ham boyagi foiz nisbati bo'yicha o'zgaradi. Aynan nisbati bo'yicha. Xuddi mana shunday holat bo'ladi. Buni isbotlab beraymi? Nima uchun mana yerda foiz o'zgarmasligini? Kelinglar, so'z isboti bilan. Shu voqeani mana Sherbek Xolqutayevning masalasiga tushunasizlar qanday ishlaganiga. Mana u x nisbatda dedim 100 ta nukleoid oldim. Bu 4x dedim 400 ta oldim. Bu 2x dedim 200 ta oldim. Bu nima dedim? 100 dedimmi? 3x dedim. 300 ta oldim. Mana 300 ta nukleoid bor, to'g'rimi? Endi adeninlar aytyapti-ku, mana unda 10 ta adenin bor deyapti, mana unda 40 ta bor deyapti, mana unda 20 ta bor deyapti. Mana unda esa adenin 20 ta bo'lsa, bunda 30 ta bor deyapti, to'g'rimi? Bo'ldi. 10 ni 100 ga bo'lamiz. 100 ni ichida 10 ni 100 ga bo'lsa 10% bo'ladi. Mana 10% degani. 40 ni 400 ga bo'lamiz. 10% chiqadi. 20 ni 200 ga bo'lamiz, 20% chiqadi. 30 ni 3 ga bo'lamiz. Hoy, shoshma. Mana 10% bo'lyapti. 40 bo'lsa 10%, 30 ni 300 ni 100% qilib 30 qancha desak 10%. Mana qolgan hammasi 40% dan bo'ladi. Guvonindan 40% dan bo'ladi. Mana haqiqatan agar adeninlar nisbati berilsa, mana bu yerda son o'zgaradi. Adeninlar nisbat bersa son o'zgaradi. Foiz o'zgarmaydi. 10% dan chiqdi. Lekin boyaga foizlar nisbat bersa, nisbatga qarab foiz o'zgaradi. Faqatgina shuni farqlab olinglar.